Namangan viloyati Uch tumani Shodiyobon Nurfayz fermer xo'jaligida turibmiz. Hozir bugun 1-iyun. 1-iyun holatiga mana g'o'zamiz sal orqada qoldi. Biz oldindan ishlatib yurgan VDS bio-o'g'itimiz va Urganch kani Shretripsga qarshi ishlatgan Az Agro kimyoviy vositamiz. Hozir qo'llamoqchimiz. Natijalar bo'yicha hozir mana bugun kechki salqinda sepishni boshlaymiz. Xudo xolasa natijalar bilan men sizlarni xabardor qilib turishga harakat qilaman. Hozirgacha o'tgan yillari, avvalgi yillari bug'doyda, paxtada ishlatganmiz, samarali natija bergan. Bu yil mana hozir nasib qildi, xudo xolasa bugundan qo'llashni boshlaymiz. Mana o'tgan yili Az Agro preparatini qo'llaganingizda Urganch kanaga qanaqa samara berdi? Urganch kanaga samarasi yaxshi, uzoq muddat ushlab turgan. Urganch kanani tushirmasdi. Urganch kanani 20 kunda vaqt ushlab turgan. Vertbek qo'shib yuborganda tavsiya qilganingiz, Agrovertbek qo'shib yuborganman. 1 gektarga 200 grammdan Agrovertbek qo'shib yuborganman. Agrovert qo'shdingiz, Urganch kanani tuxumlarni hammasini qirib tozalab tashladi. Ancha vaqt, 20 kun, 25 kun vaqt oralig'ida Urganch yaqinlashmagan, toza bo'lib tozalab olgan, ungacha g'o'za ancha quvvatga to'lib bo'lganda. Mana bio-o'g'itni 10 yildan beri ishlatasiz. Buni 5 litrli dovani ishlatgansiz. 5 litr bio-o'g'itini. Xo'p, g'allaga samarasi qanaqa bo'lgan? G'allaga samarasi a'lo bo'lgan. G'allada bu yil ham ishlatdik, bio-o'g'itni. Bahosi yaxshi bo'lgan. U juda ham tez o'ziga ozuqani tez qabul qilgan, tez o'zlashtirgan. Shunga katta yordam bergan. Ozuqani o'zlashtirishga. Yana ham qulay formatda bo'libdi. 1 litrli formatda hozir ishlatishga oson bizga. Mana bu g'o'zangiz hozir rivojdan ancha orqada qolibdi. Kechki qatqalda bo'lib boshqa tabiat har xil holatida. Masalan, shuni hozir o'tgan yillari ishlatganingizda necha kunda paxtaga natija ko'rsatgan? 1 haftada u natijasini o'zi bildiradi. Mana xudo xolsa bugun 1-chi bo'lsa, 7-chi, 8-chi kuni yana bir syomka qilib tashlayman o'zingizga. 1 haftada o'zgaradi. Mana paxtangizda hozir shiralar bilan bo'lib qolibdi. Shira. Trepslar zararlagan joylar ham bor ekan, shiralar bilan bo'lib qolib, ko'k shiralar. Mana hozir Az Agro bilan ishlaganingizda bu shiralardan bitta ham qolmaydi. Mana ular Urganch kanali nimasi? Zararlagan u. Shira Urganchga hozir boshlanyapti mana. Mana Urganchga bo'lgan ekan hozir u Urganch kanaliga boshlanishi. Hozir mana bu Az Agro bilan ishlanilganda mana bu Urganch kanallarida tuxumi. Tuxumi bor. Mana bu tuxumlar hammasini Az Agro qiradi, vertiment bilan qo'shib ishlatilganda yaxshi samara beradi. Urganch kanali vertiment o'ldiradi, tuxumini Az Agro o'ldiradi. Mana bu rivojlanmay turgan paxtalarda, mana kechki rivojlanmay turgan trep zararlagan paxtalarni tezda tiklab, ildiz hujayralarni, o'suvchi hujayralar, so'ruvchi hujayralarni tiklab, tezda hosilga o'tkazdiradi. Xudo xolasa bundan xabardor qilib turamiz. Sizlarni tavsiya qilaman. Biz hozir ancha bo'ldi, bir 10 yil qoldi bu o'g'itni ishlatishni nafaqat paxta g'allada, bog'imizda ishlatamiz. Samarasi yaxshi. Eng asosiysi biologik toza, pastim aholi bo'lgani uchun shu narsadan ishlataman. Kimyoviy vositadan ozgina orqaga chekingan holatda bu baland ko'pchilikka tegmaydigan holatda ishlatamiz. Yechimi bor, xudo xolasa. Bio-o'g'itda paxtaga ishlatganda necha sentrgacha hosil qo'shdi? Hozir mana paxtada biz 40 sentrga intilib yurardik. 50 sentrgacha chiqardik. Xudo xolasa mana oxirgi natijam, yuqori natijam 52 sentr. Yana intilamiz. Hozir texnologiya nafaqat bu o'g'it berishimiz, bio-o'g'it boshqa, texnologiya ham boshqa, umuman boshqa bo'ldi. Mana qo'sh qator 76 ga qo'sh qator bo'ldi. O'sha Shinjon usuli faqat bez plyonka. Hozir plyonkasiz.
ko'chat soni 240 ming ko'chat qo'yilgan, 200 ming qolgan taqdirda ham ko'chat soni ko'pligini hisobiga ko'proq o'g'it beriladi, ko'proq suspenziya qilamiz. Paxtaga qanaqa gerbitsid, gerbitsid bilan o'tga qarshi ishlagansiz ekan. Entiglifos. Entiglifos. Значит, qisman paxtani baribir ishlov Stress- stress holatga tushiribdi. Tushirgan, hozir bu ham antistressant bo'ladi. Aynan shu maqsadda ham hozir qo'llayapmiz. Mana o't o'li bo'ldi hozir. Deyarli o'li bo'ldi. Hozir o'g'itni berib bitta suvni ochsa kuchot qolmaydi. Mana antistressant bo'ladi. Dala Stressdan chiqaradi. stressdan chiqaradi, o'zini tiklashga yordam beradi. Xo'p, rahmat.